Akalar, yangi partiyadagi Bartovoy Korovkali Zubur 1105larimizni hozirlarga to'liq obzorini qilib, narxlari bilan yoritib beramiz. Videoni boshida aytamiz akalar, shu videomizga batadan like bosib turib, kommentariyaga o'tib, omad so'zini yozib, do'konimizdan 25-avgustgacha ko'rib turgan yangilangan versiyadagi Bartovoy Korovkali Zubur 1105imizda do'konimizdan kelib xarid qiladigan bo'lsang, chegirmalarini hamda dastavka xizmatlarini butun O'zbekiston bo'ylab qilib beramiz. Manzilimiz Marg'ilon hokimiyati to'g'ri joylashgan agrotexnikalar do'koni bo'ladi. Xo'p, bu zuburlarimizni boshqa zuburlarga nisbatan afzal jihatlarini videoni davomida aytib o'tib ketamiz sizlarga akalar. Videoni oxirigacha ko'ringlar, to'liq narxlari bilan sizlar uchun yoritib beramiz akalar. Xo'p, birinchi o'rinda motor qismlari 1105 motorlar bilan jihozlangan akalar. Ot kuchi 18 ta 20 talik bo'ladi. Xo'p, ko'rib turgan mini traktorlaring salalka motor hisoblanadi akalar. Salarishni variantda starterli ko'rishlar mumkin. Starterli kalitga ham akalar ruchni aylantirib ham bemalol zavodit qilib ishlatsangiz ham bo'laveradi. Qo'shimcha dinamli, masalan, o'zida ichida dinam qo'yilgan, alohida yana dinamlar joylashtirilgan. Bu degani, masalan, ortiqcha akkumulyatoriga tok bo'ladigan bo'lsa, qo'shimcha dinam o'zini me'yorli holatda chiqarib berish uchun mo'ljallangan. Xo'p, yonbosh remen shkiflar katta variantidan bo'ladi akalar, originalidan. Keyin bitta eng muhim ma'lumotini aytamiz. Hozir ko'p joylarda yangilangan versiyamizni bunaqa korovkasi kichkina variantlari ham chiqyapti ekan. Biz sizlarga mana santimetrni ko'ringlar, o'qini. Bu santimetrdan bu santimetrga 70 santlik katta Bartovoy korovkali variantidan tavsiya qilamiz. Mana o'qiga ham e'tibor beringlar. Ko'p joylarda bu o'qlari ham anchagina ingichka chiqyapti. Biz sizlarga qalin, original, sifatli o'qlar bilan tavsiya qilamiz akalar. O'qlariga bitta ahamiyat beradigan joyi hamda korovkasini ham ko'rishingiz mumkin. Bartovoy korovka deyiladi bular akalar. Bartovoy korovka variantidan. Xo'p, o'zliq qismlari maslinni akalar. Bunga avtol quyib bersizlar. Tashqaridan kirgancha o'zliqiga qolgan hisobiga akalar sizlarga anchagina uzoq xizmat qilib beradi. Xo'p, salarishni, salalka quyiladigan baklari 12 litrli akalar, bata to'ldirsalar 24 soatgacha xizmatlarni qilib beradi. Keyin bu traktorimiz akalar radiatorli hisoblanadi. Ya'ni yozgi kunida suv yoki antifriz quyib bersizlar, qizib ketmaydi motor qismlari. Ventilyator hamda o'sha orqali sovutadi. Xo'p, ko'rishingiz mumkin. Rollari yumshoq qilib ishlangan, o'ta yumshoq. Hamda yangilangan versiyamizga akkumulyator datchik, moy datchik, suv datchiklari hamma yo'qlari o'ziga qo'yilgan. Radiatorlari ham katta radiatorlar bilan jihozlangan. Hamda bu tomoniga, insho qismiga alohida nasos tushirilgan. Balonlarda balankirovkalari bor variantidan, hop, insholari 2 tali modelidan. Oldiga jatka uстановка qiladigan bo'lsa, bittasi inshosi jatkaga ishlaydi. Orqa frezasini ham aytib o'tib ketamiz. Ko'p joylarda 1 metrlik frezadan berishyapti. Biz sizlarga 1.30 lik katta frezasi bilan tavsiya qilamiz. Mana ko'rishingiz mumkin. O'lchov olishingiz mumkin. Balonni o'rnini bemalol yopadi. Xo'p, insholari ham kattasidan skorost qo'sh ajratadigan, kompleksda frezasi, ключlari hamda sumkachalari komplekt bo'ladi akalar. Bloglariga o'yib yozib bergan, ko'rishingiz mumkin. Starterlar pastda fara sistemalari o'zida bor. Shu ko'rib turgan komplektda sizlarga obunachilarimiz uchun $2350 ga butun O'zbekiston bo'ylab dastavka xizmatlari ichida qilib beramiz. Buni akalar, buni masalan hozir yangilangan versiya. Old tomoniga picho, chiroq yoki dinam qo'yilgan variantimizni, buni korovkasi akalar 50 santimetrli hamda buni o'qlari akalar kalta varianti, yuqqa varianti bor. Ular $2000 ga ham, $1800 ga ham qilib beraveramiz. Biz sizlarga eng sifatlisini ulashamiz. Orqa frezasi katta hamda korovkasi Bartovoy modelini tavsiya qilyapmiz. Keyin kilogramm vesida ham farq bo'ladi traktorimiz. Shunga ham e'tibor beringlar akalar. Undan tashqari masalan maytlarga qo'shimcha chiroq qo'yib qo'ysa yoki balonni katta qilib qo'ysa, akalar ishlaydigan narsa yerda ichida buni reduktor bilan motor ishlaydi. Hech zamonda balon ishlamaydi-yu akalar. Balon endi kattaroq qilib almashtirib qo'ydirib olsalar ham bo'laveradi. Skoroslari 6 tali bo'ladi. Toshbaqa quyon skoroslari bor. Xo'p,
panejniy, paujning quyon toshbaqa rejimlari bor, tormoz, gaz, sepleni hamma funksiyalari o'zida bor akalar. Bu tomondan qishloq xo'jaliklari ham chiqqan korovkasi katta modeli, narxi $2350 ga butun O'zbekiston bo'ylab dastavka xizmatlari bilan qilib beramiz. Pastda nomer qoldirib ketyapman. Pastdagi raqamga aloqaga chiqib bog'laninglar hamda to'liq ma'lumotlarni olishlar mumkin. Dastavkalar kelishilgan holatda bo'ladi akalar.